Birodarlar, shahrimizda ulug'lar qolmadi, qolmayapti. Qaysi olim qoldi ulug'larimizdan? İmomlarimiz, hojdada, qordadalarimiz hech kim qolmadi, birodarlar, o'tib ketishdi. Duogo'ylar ham birin-ketin ketib bo'lishdi, deyarli qolmayapti, birodarlar. Ertaga yoshlar islom axloqi bilan o'zingizni tarbiyalab boring. Qur'on bilan, sunnat bilan. Ertaga babo, ota haqimga duo qiling desa, nima deb duo qilinadi? 15 gacha sanab qo'yaveramizmi, birodarlar? Bunday bo'lsin, bunday bo'lsin deb qat'iy so'zlarda aytib duo qilib qo'yinaveradimi? Ota ham otadek bo'lsin, bobo ham bobodek bo'lsin, birodarlar. Shuning uchun Rasulullohning hayotlarini o'qib o'rganaylik deyapman. Ikki kalima so'zga tilimiz kelmay turishligi ham bu hammamiz uchun musibat. Bir oila odam Allohning kitobini o'qishni bilolmay turishligi ham hammamiz uchun musibat, birodarlar. Tilim qatib qoldi, miyam olmayapti. To'tiqushlar yotlab boryapti, birodarlar. Oyatal kursi bilan duoyi qunut kerak bo'lsa, shakarni ilinjida, shirinlikni ilinjida egasi uni iltifot qilib turadi-da, taqdirlab turadi. O'shani ilinjida Ixlos surasini yotlab boryapti. Hali ham biz at-tahiyotini yodlamay-yapmiz. 40 yildan beri azon eshitdiymiz, birodarlar, hali ham azonda duosini yodlamay-yapmiz. Hech bo'lmasam muazzin nimani aytayotgan bo'lsa, ichlaringda shuni aytib turinglar deyaptilar Rasululloh alayhisalom. Yo shuni aytishlikka yaramayapmiz, birodarlar. Duo qilinayotsa ichingizda amin deb turing deyilyapti. Ko'ptiki ko'tarilib ketadi ilohiy olamga. Amin deyishlikka yaralmayapti. Mavlud o'qishdan oldin salovat aytaylik, baralla birodarlar deyilsa, Allohumma solli va sallim va barik alayh yoki boshqa aytilayotgan salavatni o'g'ni quruq aytaylik. Ovozimiz chiqmayapti, birodarlar. Do'shimiz yo'q bo'lib ketyapti. Hammamiz anetga chiqib olganimizdan keyin gapirib yotibmiz. Tilimiz, og'zimiz hech jilovlab bo'lmayapti. Xotinlarimiz ham shu, ayollar ham. Qur'onga kelganda, sunnatga bir duoga kelganda hamma soqov. Buni endi yodlab olamiz. Tilimiz qatib qopti. Imomi Kisoyi qiyomatgacha eslanyaptilar. Qiroat allomalaridanlar, islom olimlaridanlar. Qo'y boqar ekanlar, 40 yosh paytlari. Bir ona madrasaga bolasini sudrab olib chiqibdi. Bola bormayman deyapti. "Voy, o'qimaydigan bo'lsang, anavi qo'y boquvchi cho'ponga o'xshab yurasan" degan ekan. Onani, hali ayolni gapini Kisoyi eshitib qolgan ekanlar. Shunaqa qattiq botgan ekanki, hali men ilm o'qimaydigan onalarni bolalariga qo'llari bilan ko'rsatib ishora qilinadigan misol bo'lib qoldimmi men deb hamma qo'ylarini sotib, kitoblarni olib, ustozlarni lozim tutib, mana yer yuzidagi nomlari qiyomat kuniga qadar eslanadigan katta olim zotlarga aylandilar. 40 yoshda ilmni boshladilar, birodarlar. Qur'on va qiroat ilmlarini boshladilar. Qarang, 30 ga kirmaganimiz ham kallam olmayapti, zehnim yo'q. Bo'lar ekan-ku mana o'qisa. Bahona qilmasligimiz kerak, birodarlar. O'qisak, Alloh bu aqlni bergan, fahm farosatni bergan. Islomdan boshqa tarbiya yo'li yo'q. Oilalar uchun ham, farzandlarimiz uchun ham. Qur'on va sunnat ulug'larimizning yo'li. Mana shunga mahkam yopishaylik. Bizni boshqalar kelib tarbiya qilib bera olmagan va tarbiya qilib bera olmaydi. Qaytamga bizni Xudodan uzoqlashtirib, dunyo va oxiratimizni barbod qilib, qaram qilib, qul qilib, shunaqangi bir zombilarga aylantirib qo'yadi xolos. Bizi tarbiya manbaimiz bor. U bizning dinimizdir.